Bu 2 oy, 3 oy vaqt davomida biron bir fanni chuqur o'rganib, oliy o'quv yurtiga kiradigan darajada, endi biz asosan tibbiyot yo'nalishiga tayyorgarlik ko'rsatganligimiz uchun tibbiyot xodimi bo'laman deb kelgan o'quvchilarga davlat imtihonlariga kirgungacha bo'lgan oraliq vaqtda 11-sinf o'quvchilari 11-sinfni bitirgandan keyin orada 2 oy yoki 3 oy vaqtlari bo'ladi. Ba'zan shunday o'quvchilar bo'ladiki, 11-sinf maktabni bitirgandan keyin 2 oy, 3 oy vaqt qolganda ularni o'qishga topshirgisi yoki o'qishga qandaydir bir qiziqishlari paydo bo'lib qoladi. Bu 2 oy, 3 oy vaqt davomida biron bir fanni chuqur o'rganib, oliy o'quv yurtiga kiradigan darajada bilim va ko'nikmalarni olishi bu qiyin masala. Sababi bitta fanni o'zi ichiga kirib olib, uni sir-sinoatlarini o'rganish uchun kamida 2 yil, 3 yil vaqt kerak bo'ladi. Hop, endi bunday o'quvchilarimizga maslahatimiz, endi biz asosan tibbiyot yo'nalishiga tayyorgarlik ko'rsatganligimiz uchun tibbiyot xodimi bo'laman deb kelgan o'quvchilarga 2 oy, 3 oy o'qishni tavsiya bermaymiz. O'qishi mumkin, qachonki agar keyingi o'quv yillarida ham agar bilimim yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, yana tayyorgarlik ko'raman degan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, ularga shu fanni sir-sinoatlarini o'rganishga yordam berishimiz mumkin. Lekin 2 oy o'rganaman va oliy ta'limga topshiraman degan o'quvchilarga odatda biz 2 oy yoki 3 oyga yordam berishga ozgina qiynalamiz. Ularga kamida 1 yil yoki 2 yil vaqt zarur bo'ladi.